Doğru bizada to'y bo'lmagan, hech narsa bo'lmagan sababli uni oilasi meni istamagan va xolanki mendan ham yoshi katta va san'at ahlida bo'lgan bir hurmatli, e'zozli insonni oilasini gelin bo'layotir. Va bundan men xursandman, baxtliman, haqiqatdan chin qalbimdan hech bir e'tirozlarsiz, chunki bizani hayotimiz, ya'ni ilishkimiz, bizani bir oilamiz, ya'ni ko'p keyin biz oramizda hattoki farzandimiz ham bo'lmaydi. Bu farzand faqat meniki. Bugun men indamin turgan bo'lsam, jim turgan bo'lsam, o'g'limni g'ururi uchun. Chunki meni o'g'lim hali katta bo'ladi. Shu vaqtida so'raydi, "Opa, ona, menda shunday holatlar nechun bo'lgan?" degan vaqtida men unga chiroyli javob berishim uchun jimman. O'g'lim shunday vaqt bo'ldi, shunday bo'ldi. Shunday vaziyatlarni yashadim deb aytib bilishlik uchun men hozir o'zimni yaxshi qo'la olib olganman, alhamdulillah.